barcha PUBG ixlosmandlari va PUBGni yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinchilar. Bugun men sizlarga video sarlavhasida o'qiganingizdek tekinga kes otish, ya'ni 100 lik o'ntalik keslarni tekinga bir marta bo'lsa ham otish yo'lini o'rgataman. Do'stlar, sizlar esa bizning kanalimizga obuna bo'lib, videoga esa like tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa videoni boshlaymiz. Demak, biz bunday kesni olish uchun taxminan PUBG Mobile'ga 7 yoki 8 kun kirmagan bo'lishimiz kerak, yoki da undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Va bizda mana shunday ko'rib turganingizdek, qaytuvchi degan menyu paydo bo'lib qoladi. Bu menyudan esa biz ko'rib turganingizdek, mana shu mashqlarni bajargan holatda bu menyuning tangachalarini to'plashimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, bu mashqlar bir talay. Biz esa bu mashqlarni bajargan holatda 150 ta moneta tangachalarini to'plashimiz kerak. Bu tangachalarga esa mana shunday turdagi voucherni sotib olamiz. Ko'rib turganingizdek, biz bu voucher bilan 100 lik keslarni 0 ga 10 talik ochishimiz mumkin bo'ladi va menda ham ko'rib turganingizdek, hammasi 0 Bunisiga otmoqchi bo'lasizmi yoki bunisigami yoki da mashinaga ham otmoqchi bo'lsangiz, u ham 0 bo'lib turadi. Ammo sizlarga ma'lumot uchun bir narsani eslatib o'taman. Video boshida aytganimdek, ayrim 100 keslarga otishingiz mumkin, ayrimlariga esa otish mumkin emas. Masalan, ultimatelar yoki da X kostyumlarga otib bo'lmaydi.